Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda olmali pirog pishiramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar olma. Men bu yerda 6 dona olma oldim. Tuxum 5 dona. 1 stakan сахар, qatiq, kefir и un высший сорт для выпечки. Я выбрала. И растительное масло, сметана и kerak bo'ladi обязательно разрыхлитель. Xo'sh. Biz hozir olmalarni parrak qilib kesib olishda men hozir tozalab olgandim. Olmalarni sredinkasini обязательно olib, mana bunaqa holatda keyin hozir birgalikda parrak qilib kesib olamiz. Olmalarimizni yupqa holatda parrak qilib kesib olamiz. Nimagaki yaxshi pishishi uchun bunaqa yupqa holatda kessak, olmalarimiz yaxshi propikat bo'ladi. Olmalarimizni yarmini mana bunaqa parrak holatda ustiga bezak berib terib chiqishimiz uchun parrak holatda kesib olamiz. Qolganini esa kubik qilib kesib olamiz. Чтобы xamirda birgalikda aylantirib ichiga solsak juda ham mazali bo'ladi. Bunaqa kubikli qilib kesib olamiz. Olmalarimizni kesib oldik. Mana bu holatda. Endi xamirimizni tayyorlaymiz. Xamirimizni birinchi tuxumlarimizni chaqib olamiz. Tuxumlarimiz razmeri kichkina uchun men 5 dona oldim. Atak 4 dona olsangiz ham bo'ladi. Katta tuxumlar bo'lsa 4 dona tuxum olsangiz ham bo'ladi. Tuxumlarimizni chaqib oldik. Tuxumlarimiz bilan birgalikda hozir shakarimizni solib, bismillah. Shakarimizning ichida nimadir chiqib qoldi. Shakar bilan tuxumni aralashtirib olamiz. Qatig'imizni solamiz. Qatig'imizni ham aralashtirib olamiz. Yog' solamiz. Yog'imizni solib oldik. И smetana. Manda 15%lik smetana borligi uchun 15%lik smetanadan oldim. 100 gram smetana yetadi. Gram smetana yetadi bizga.
Bularni hammasini aralashtirib olamiz. Men venchik ishlatdim. Kimda mikser bor, mikser bilan birgalikda aralashtirsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin unni qo'shamiz. Unni hammasini birdan qo'shib bormaymiz. Nimagaki? Однородный bo'lmay qolishi mumkin. Hamma unimizni qo'shib oldik. Aralashtirib olamiz. Shu bilan birgalikda razrıhlitilda ham qo'shib olamiz. Razrıhlitingiz bo'lmasa, piroklaringiz ko'tarilib pishmaydi. Buning uchun обязательно razrıhlitil qo'shishingiz shart. Xamirimizni aralashtirib bo'ldik. Xamir mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Buni endi qolibimizga solib olamiz. Qolibimizni albatta yog'lab olishimiz shart. Yog'lab olganimizdan keyin mana kubik qilib kesilgan olmalarimizni qo'yib olamiz. Va xamirimizni sekin qo'yamiz ichiga. Yarmini qo'yamiz. Hamma joyiga yayratib qolgan olmalarimizni ustiga solamiz. Yayratib olamiz hamma joyiga bir xilda qilib va qolgan xamirimizni ustidan qo'yamiz. Xamirimizni tekislab olib parak qilib kesilgan olmalarimizni mana shu ko'rinishda biz terib chiqamiz. Shunaqa ko'rinishda. Mana shu holatda olmalarimizni terib olamiz va 180 gradusda duxovkamizga qo'yib olamiz. Mana azizlarim, 180 gradusda pirogimizni 40 minut duxovkada pishirib oldik. Bismillah. Endi biz buni albatta qolipidan chiqarib olamiz.
qolipidan chiqarib oldik. Buni mana endi biz buni, конечно, bizda riflonni anaqa специальный для нарезки noj kerak bo'lardi. Menda прямой noj borligi uchun issiqligida ehtiyotkorlik bilan, agar shunaqa pichoqda kessalaringiz, ehtiyotkorlik bilan kesasiz. Nimagaki? Menga o'xshab mana bu yerni bunaqa tekis kesa olmasligingiz mumkin. Issiqligida vypechkani kesmaslik kerak deb bejizga aytilmagan. Men sizga hozir issiqligida kesib ko'rsatishga qaror qildim, ammo biroz sovib turishi shart edi. Sizga hozir mana ko'rsatib beraman. Judayam mazzali pirog. Siz ham uyda tayyorlab ko'ring hamda uydagilaringizni xursand qilishda davom eting.